Uy bo'lsa ko'rsating, o'zim ta'mirlab olaman degan akalarimiz uchun ko'rib turishingiz mumkin 3-3 dahasida. Angren shahar 3-3 dahasidamiz. 3-3 dahasida 5-qavatda shundoqqina 3 xonali uyga obzorga kelganmiz. O'zingiz ta'mirlab olib turib, devorlari shundoq shpaklovka qilingan, aboylarni olib kelib yopishtiradigan holatda. Qani bo'lmasa obzorimizni boshladik. Kirib kelganimizda mana ko'rishingiz mumkin, katta eshigimiz kutib oladi. Eshiklarimiz yangi qo'yilgan. Kirganimizda o'ng tomonimizdan boshlaymiz odatimizga ko'ra. Xo'p, yuvinish xonasi, sanuzelimiz joylashgan. Mana ko'rib turibsiz. Hojatxonasi bilan yuvinish xonasi alohida qilingan. Bu yoqda ham aytib o'tganimdek ta'mirlari qivoriladigan joyi. Xo'p, bundan keyin o'tadigan bo'lsak, bitta yotoqxonamiz. Bu devorlar, uyimizning devorlari o'sha pishgan g'ishtdan qilingan, bilasiz, eski domlar deyarli hammasi. Oynalarimiz akfa qo'yilgan, devorlarimiz mana ko'rib turibsiz, oppoqroq holatda shpaklovkalar tortib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Ayniqsa yuqorini sevadigan aka-ukalarimiz uchun bu joylar ancha yaxshi bo'ladi. Nimaga deganda hozir bu xonamizga o'tganda ko'rsatib o'taman. Mana bu tomonimiz esa endi zal. Zalimiz ham xuddi shunaqa oppoq turib shpaklovkalar tortib qo'yilgan. Bundan shundoq keladigan bo'lsak, mana pastni ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Angren shahridagilar juda ham yaxshi biladi. Shabbodani oldida bu joylar. Yonimizda esa o'sha Amir restorani, yangi ochilgan restoranimiz bor. Xo'p, qani bundan keyin esa yana bitta katta eshikdan shundoq kirib kelganimizda to'g'rimizdagi xonaga o'tamiz. To'g'rimizdagi xona ham xuddi shunaqa mana eski oynalarni egalari olib qo'yib, bu yoqqa qo'yib qo'yishgan. Taxtali oynalar bo'lgan, hozir akfa oynalar qo'yib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin, devorlarimiz shpaklovka qilib turib, bu yoqda ham xuddi shunaqa sal qorong'i bo'lgani uchun uy egalari bu yoqda yashamasa ekan, chiroq bo'lmaganiga sal qorong'i ko'rinyapti. O'rtadagi oynalarimiz mana taxta oynalarni ham hatto yangi qo'yishgan uy egalarining o'zlari. Ko'rishingiz mumkin, devorlarimiz yaxshi holatda. Xo'p, endi bundan keyin oshxona qismimizga o'tamiz. Oshxona qismimizda ham ko'rishingiz mumkin, yaxshi hamma uylarda bo'ladigan holatda svet, suv, gazdan muammolari yo'q. Hammasi joyida, maktab, bog'chalar ham aytib o'tgandek hammasi yaqin va balkonimizga o'tamiz. Balkonimiz ham 6-2 holatda. Bitta oila kelib turib, bu tomonda ham oila, ya'ni uy qursa bo'ladigan holatda ko'rishingiz mumkin, tapchalar qilib qo'yilgan. Chiroyli holatda. Bu tomonda esa dvorimizda, ya'ni uylarimizda oldi qismi ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda o'tirib, bolalar kuzatib o'ynaydigan joyi. Tashqari qismimiz. Xo'p, undan keyin balkonimizga kelamiz. Balkonimiz ham ancha katta, aytib o'tganimdek. Endi uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, bu uyimizning narxi uy egalari 25.500 deb baholashadi. Sunnatiga 1 so'm o'tib beradigan joyi bor. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz opisiya qismida. YouTube'da juda ko'pchilik so'rayapti. Opisiya qismida uy egalarining o'zlarining telefon raqamlari qoladi. Bemalol telefon qilib turib gaplashsalaringiz bo'ladi. Aytganimdek, sunnatiga 1 so'm o'tib beradigan joylari bor. Bu videoni Angren shahridan 3 xonali kvartira qidirib yuribdi va o'zim ta'mirlayman degan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularga jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz, ancha yengillik qilgan bo'lasiz.